Barloslar deymiz. Barlos urug'i Temurdan sal oldinroq, Temuriylar davridan oldinroq kelgan, ya'ni Chingiziylar davrida. Bular ham hamma o'zbek urug'lari birga o'tirib, boshqa begona etnik muhit bo'lmasa, urug' unutilib ketyapti bir-biriga kirishib. Lekin biz og'zi bir bo'lishimiz kerak, jips birdan bo'lishimiz kerak. Mening sen palonchilar u haqiqiy o'zbek emas, bular bunday degan savollar bo'lib qolgan paytda yo'q, mana bizning falon urug'imiz Qipchoqlarning falon bo'limida ekan. Shunday nima tushuncha bor-da. Endi o'zbek qozoq degan yoki o'zbek ulusining ichida edi. Ichida shunday kelisha olmay qoldi, hokimiyat talashib u yoqqa ketgan o'zbek urug'lari qozoqlar deb atalishadi. Qozoqlar. Bir necha yil 200 yillarcha bular o'zbek qozoq deb yuribdi. O'zbek qayerdan kelib chiqqan? O'zbek xondanmi yoki men o'zimga bekmandanmi? Nimadan kelib chiqqan degan savol. Bu tomondan qara, lekin aynan o'zbek u yerdagi o'zbek nomli urug'larning kirib kelishi bu yerga kelganda begona muhitga kelmadi. Aslida bir qismi bu yerda ham bor edi, ya'ni. Masalan, bitta bo'lim keladi-da, Naymanlar guruhi jangda qatnashadi. Bu yoqda mang'itlar o'ng qanotda, yuzlar chap qanot. Ingliz tilida xohlasangiz, rus tilida Wikipediyaga qarab ko'ring. Boshqa urug'larni chiqarib beradi. Qoraqalpoq desangiz hammasi qirg'iz, lekin o'zbekka qolganda chiqmaydi deydi. Barloslar deymiz. Barlos urug'i Temurdan sal oldinroq, Temuriylar davridan oldinroq kelgan, ya'ni Chingiziylar davrida. Bular ham demak bir 600-700 yil bo'ldi. Baribir O'zbekistonda tasavvur qiling, o'sha O'sh o'zgandan boshlanadi, Andijonda bor, keyin O'ratepada bor, Xo'jand atroflarida, Qashqadaryogacha bo'lgan butun tog'larimizni bunday qarasangiz, Barlos urug'i. Barlos etaklarida, kenglik yaylovlarda emas, tog'larning ichlarida ko'proq Barlos urug'i. Ya'ni faqat ko'chmanchilarda saqlanib qolgan deyish noto'g'ri bo'ladi. Yo'q, deyish noto'g'ri. Hatto ba'zi joylarda faqat dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Endi bu yerda nimaga shunday bo'lyapti? Hamma o'zbek urug'lari birga o'tirib, boshqa begona etnik muhit bo'lmasa, urug' unutilib ketyapti bir-biriga kirishib. Lekin atrofida boshqa bir millat bo'lsa, ham o'zbekligini, ham urug'ini saqlashga e'tibor beryapti. Odamning o'zidan o'zi nima kelib chiqyapti-da. Shu masalan Janubiy, ya'ni o'zlikni saqlash masalasi ko'tariladi. Birdan miya shu tomonga javob beradi-ku, bolalariga, nevaralariga urug'ni men o'zbekman, men barlosman, tamom. Qarang, endi urug'ni bo'lish, urug'larni mana qozoqlarni qozoq qilib turgan narsa, qirg'izlarni ham urug' tushunchasining juda kuchliligi. Ya'ni shu urug'lar aslida bir-biriga qarindoshlar degani, qarindosh urug'lar degani, shu asosda bular faxrlanadi, o'zini milliy nimasi sifatida, qadriyati sifatida ko'radi. Endi qozoqlarning ichida ham ba'zilar bor, mana bu falon urug'lar bu mahalliychilik bo'ldi, hokimiyatda talashuv bo'ldi, falon. Endi bular juda bir maishiy darajada-da. Aslida mana Surxondaryoga borsangiz, Qatag'on deydi, Juz deydi yoki Qo'ng'irot deydi, Barlos hammasi shu orqali bir-birini o'zbekligini nima qiladi, e'tirof etadi. Yoki Afg'onistondagi ayniqsa Pushtun, tojik, turkmanlar orasida bir muhitda yashab qolgan o'zbeklar ham urug'ning nomini yaxshi bilib, shu orqali 92 bovli o'zbek urug'i degan tushuncha bor-da. O'sha 92 taning bittasimiz-ku, nega biz bir-birimiz bilan janjal qilishimiz kerak? Bir-birimiz bilan biz og'zi bir bo'lishimiz kerak, jips birdan bo'lishimiz kerak. Mening sen palonchilar u haqiqiy o'zbek emas, bular bunday degan savollar bo'lib qolgan paytda yo'q, mana bizning falon urug'imiz Qipchoqlarning falon bo'limida ekan. Shunday nima tushuncha bor-da. Endi 92 ta o'zbek urug'i degan narsa bor. 16-asrdan beri yozma manbalarda saqlanib keladi. Bu Shayboniyxon davri. Shayboniyxon davrida, Shayboniydan oldin, ya'ni Shayboniyning bobosi Abulxayrxon davrida. Undan oldin o'sha Oltin O'rda paytida ham shakllana boshlagan nima edi? Ya'ni Oltin O'rda bilasiz, bir tomoni Qrim, bir tomoni Ukraina, bir tomoni Janubiy Rossiya, bir tomoni Shimoliy Kavkaz, Qozog'iston, bu yog'i Xitoygacha. Mana shu hudud, ayniqsa asosan o'sha Dasht Qipchoqda 200 yillab Oltin O'rda xonligi bo'lib turibdi-da, ichida askarlar, qo'shinlar joylashyapti. Hammasini o'zining qishloqlari paydo bo'lyapti yoki o'zlarining o'rda nimalari, ko'chib yuradigan yaylovlari bor. Bir-biriga jang bo'layotgan paytda, boshqa bir xavf tug'ilgan paytda bular birlashib, masalan, har bir urug' o'zidan askar bera olyapti-da, qo'shin yetkazib beryapti. Shu natijasida bu yerda ko'chmanchi o'zbek degan tushuncha, o'zbek ulusining odamlari degan tushuncha paydo bo'ldi. Birinchi 32 ta edi deyshadi. 32 ta bu hozir urug', 32 o'zbek urug'i degan tushuncha bor edi. Bog' degani 32 bog'li o'zbek ham derdi, ya'ni 32 ta bog', 32 ta urug'dan tashkil topgan degan tushuncha bor edi. Bu 1400-yillar. Shunda keyin bular keyinchalik 16-17-asrda No'g'aylar orasida shunday qotib qoldi. Ular 32 urug'li No'g'ay degan tushuncha qoldi, o'zbekning bir bo'lagi bu. Qozoqlarda ham boshida shunaqa tushuncha edi, 16-asrlarda o'zbek qozoq degan bir davri bor edi.
qozonlar Janubiy Koreya degan ikkita aka-uka nimasi u yoqqa o'sha ko'chmachi o'zbek urug'larining ichidan bir bo'lak aholini o'zi bilan olib ketgandan Qrimga. yo'q, bular nima tomonga ketdi? Chu, Olmata tomonlarga ketdi. Bular oldin Turkiston, mana bu Sirdaryo bo'ylarida yashardi. Hali o'zbek qozoq degan yoki o'zbek ulusining ichida edi. Ichidan shunday kelisha olmay qoldi, hokimiyat talashib u yoqqa ketgan o'zbek urug'lari Qozoqlar deb atalishadi. qozoqlar. Bir necha yil, 200 yillarcha bular o'zbek qozoq deb yuritildi. O'zbekning qozoq. Keyinchalik o'zlari yana 3 ta juzga urug'lar birlashmasiga bo'linib, keyinchalik o'zbek degan tushuncha bularda yo'qolib ketdi. Lekin ularning orasida ham 92 vovli degan tushuncha bor. Demak, Haybul aka, siz shu darajada ko'p ma'lumot beryapsizki, biz hozir boshini esdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Demak, Markaziy Osiyodagi xalqlar bu Abulxayrxon davrida ko'proq hammasi o'zbek deyilgan. O'zbek urug'lar. Ya Markaziy Osiyo deganda ham aynan Sirdaryoning shimol Sirdaryoning o'rta, ya'ni bugungi Yassi, mana Toshkentdan shimoli, Turkiston atroflari, undan keyin to Orol dengizining shimoli, Volga bo'yigacha bo'lgan hududda Ashtarxoniylargacha. Ashtarxon o'sha joylarda O'zbek ulusi. O'zbek ulusi degan tushuncha paydo bo'ldi. Bu kim bilan bog'liq? O'zbekxon bilan bog'liq? O'zbekxon bilan bog'liq bunday olgan. To'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham, chunki o'sha O'zbekxon nega bu darajada millat nomiga aylanishining bu davr nimalari bor? Mana bizda savol kelgan ekan, biz hech shuni tagiga yeta olmayapmiz. Endi balki yetish kerakmi, yo'qmi degan savol ham bor. O'zbek qayerdan kelib chiqqan? O'zbekxondanmi yoki men o'zimga bekmandanmi? Nimadan kelib chiqqan degan savol. Endi qiziq narsa, aslida har bir narsa, masalan, kichik bir yadro o'zagi bo'ladi, har bir narsaning keyinchalik sekin-sekin kengayib boshlash davrlari, bosqichlari bo'ladi. Men ham juda ko'p bosh qotirganman. O'zbeklar aynan o'zbek degan nomdan kelib chiqadigan bo'lsak, baribir nom o'sha bir kishi ismi edi, O'zbekxon. O'zbekxon 1312-1342-yillarda butun Janubiy Rossiyadagi Oltin O'rda davlatining mashhur xoni bo'lgan, boshqa mo'g'ul, turk-mo'g'ul xonlaridan farqli holda bu birinchi bo'lib islomni qabul qilgan, yoygan, o'sha Qrimda ham o'zining masjidlarigacha saqlanib qolgan, butun Misrlargacha O'zbekxonning obro'y dog'i ketgan odam bo'lgan. Shu odamni hurmatiga uning qo'l ostida, uning tashabbusi bilan islomga kirgandan keyin turk-mo'g'ul urug'lari bular orasida kimning urug'isan yoki kimning elisan, kimning odamisan, kimning odamisan, O'zbekxonning, o'zbekning degan tushuncha, degan qarash kuchli bo'lyapti. Aynan O'zbekxonning urug'idan bo'lgan Abulxayrxon davrida endi bular alohida bir etnos siyosiy, to'g'ridan to'g'ri hali millat emas, bir siyosiy birlik paydo bo'lyapti. Naryoqda bir qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Qrim tomonda qrimliklar, tatarlar degan yoki Qozon tomonda tatar degan tushuncha kengaya boshlayotgan bo'lsa, bu yoqda endi o'zbek degan tushuncha. Hali bu Amudaryo Sirdaryo oralig'iga kirib kelgan yo'q. Hatto Timur davrida ham o'zbeklar dedi, Bobur davrida ham o'zbeklar dedi. Ularga qarshi kurashganmiz deb. Bular endi tasavvur qiling. Bu tomondan qara, lekin aynan o'zbek, u yerdagi o'zbek nomli urug'larning kirib kelishi bu yerga kelganda begona muhitga kelmadi. Aslida bir qismi bu yerda ham bor edi, ya'ni aynan nom bo'lmasa ham ichidagi urug'lar, Nayman deymiz, Saroy deymiz, Mang'it deymiz, ular ham bor edi. Demak, urug'lar o'zbek nomidan qadimiy. Qadimiy, lekin aynan o'zbek degan nima 14-chi o'sha O'zbekxon davrida shakllanib, Abulxayrxon davrida 100 yil o'tib kengaygan bo'lsa, bu yoqqa Shayboniyxon bilan kelib bizni hududga kelgan paytda begona muhitga, umuman boshqa nimaga, boshqa til muhitiga tushmadi-da bular. Kelgan paytda ham o'sha yerda bu yerda qarluqlar bor, barloslar bor, arlotlar, jaloyirlar degan turkiy urug'lar bor. Ya'ni turk-mo'g'ul urug'lari bu yerda bor. Bor. Lekin u yoqda yoppasiga kelgandan keyin nom kirib keldi. Nom bir birikyapti-da, yana necha yillardir bular joylashib Samarqand atroflarida, Qashqadaryo atrofida, Toshkent viloyatida, butun Jizzax vohalarida, vodiyda joylashib, masalan, Nayman, Barlos degan qishloqlar paydo bo'layotgan bo'lsa, bular 20-asrgacha o'zbek xonliklari deb bilinib kelyapti. Lekin bitta millat bo'lish davri bu 20-asrda bular o'sha turk, barlos, falon deb bo'linadiganlar hammasi birikib o'zbek degan nomni olish, kuchayib bir qat'iylashish, bir nima deydi, qolipga tushish nimasi bo'ldi. Ungacha turk deb 16-chi, 17-chi, 18-chi asrda men o'zbekman deb aytilmagan. Shunday demoqchimiz? O'zbekman deb aytganda qanaqa ma'noda? Agar askar harbiy bo'lsa aytgan. Masalan, Abulg'ozi Bahodirxon 17-asrda aytadi. Men dedi, turkmanlar bilan kurashdim, ironiylar bilan kurashdim. Butun Xorazmda xonlik qilgan paytda o'zbegim qolmagan edi. Orolga borib o'zbek olib keldim dedi. U yerda millat emas, bu yerda
o'sha urug'iga mansub harbiy odamni olib keldi. O'zbek degan boshida tarafdorlarini desak to'g'ri bo'ladi. tarafdorlarni olib keldi. Ya'ni yo'q, u yerda qarang, tasavvur qiling. Urug' degan shunday narsa bo'ladiki, har bir urug' bitta xonga bo'ysungandan keyin xonni yonida amaldor bo'lib o'rin oladi, qo'shib ega bo'ladi, saroyda boshliqlardan bo'ladi. Urug' qanchadir urug' masalan soniga qarab askar yetkazib berish kerak. Majburiyatini urushda, janjallarda, mudofaada albatta Bu tabiiy, o'sha davr uchun bu tabiiy masalan, bo'lgan, bu askarlikka odam berdi. odam borib u Abulg'ozixon borib bitta tandirchidan, bir kuloldan, birorta temirchini yur, men qo'shin bo'lasan, jang qilasan degan tushuncha bo'lmagan, unaqa an'ana bo'lmagan. Chunki u temirchi jangni bilmaydi, novvoy jang qila olmaydi, unaqa jangovar ruhi ham bo'lmaydi. Uning uchun ko'chib yurgan o'sha o'zini o'zbekman yoki o'sha Abulg'ozining qo'l ostidagi xalqlardan biriman, illatlardan deydigan bo'lsa, ularga shunday jo'natadi, oqsoqol shunday xalqiga chiqib, o'rtoqlar, nimalar, jamoalim, urug'im, bizdan 100 ta askar yoki 1000 ta askar so'rayapti, beramiz. Ular masalan bitta bo'lim keladi, Naymanlar guruhi jangda qatnashadi. Bu yoqda Mang'itlar o'ng qanotda, yuzlar chap qanotda, o'rtada, minglar oldi deydi. Har biri bir urug' o'zining or-nomusi bilib o'sha qo'shinda joyini egallab, jangda qochsa ham, mana bu nimalar, Naymanlar qochib ketibdi, shuning evaziga biz yengildik degan tushuncha bo'ladi. Ya'ni 92 ta o'zbek urug'i degan tushunchaning atrofida birlashgan harbiy birlashma o'sha majburiyatni to 19-asrgacha saqlab qoldi. So'ralgan paytda, ehtiyoj tug'ilgan paytda har biri o'zining ko'lami sanog'idan kelib chiqib qo'shin yetkazib berdi. Masalan, Buxoro amirlarini taxtga chiqarayotgan paytda bir tomonda xo'jalar, mirlar, boyagi diniy arboblar gilamning bir tomonini ushlab mana xon deb ko'tarsa, qolgan burchaklarini o'zbek urug'lari ko'tarib turdi, oqsoqollari. Ular Buxoro amirligida Mang'itlar xon Mang'it, lekin gilamni uni o'tirib ko'tarilib gilam bilan kigizga qo'yib ko'tarish, xon ko'tarish nimasi bor. O'shanda Batosh degan o'zbek urug'i ko'tarishga haqqi bor, Bahrin degan urug' bor, 100 degan urug'lar borda, shuning vakillari keladida xon deb nima qiladi. Bu nega? Ularning o'sha yerda o'zining nufuzi bor, ta'siri bor, o'rni borda. Agar o'sha urug' vakillarining oqsoqollari gilam ko'tarishda, xon ko'tarishda qatnashmasa, xafa bo'lishgan, bilasizmi? U bir an'anaga aylanib qolgan. Bu bilan bu urug' vakillarining imtiyozi yuqori bo'lganligini ham belgilashgan. Endi qarang. Urug' degan narsani men qiziq narsaga duch kelyapman-da. O'zbeklar rad qilishga urinadi. Bor narsa yo'qotib bo'lmaydigan, yashirib bo'lmaydigan narsa. Buni qanaqadir qarang, Wikipediyalarga qarab ko'ring, xohlasangiz, ingliz tilida, xohlasangiz rus tilida Wikipediyaga qarab ko'ring. Qozoq urug'lari desangiz, hammasini chizmalari bilan, mayda urug'chalar, tarmoqlar, to'plari bilan ko'rsatib beradi. Bir-biriga qaysi boshqirtlar haqida Bashkirskiy rodiy deb yozsangiz ham butun boshqir urug'larni chiqarib beradi. Qoraqalpoq desangiz hammasi qirg'iz, lekin o'zbekka qolganda chiqmaydi deyarli. Chiqadi ba'zan Zaki Valid tug'an bundan 100 yil oldin o'zbeklarning shunday urug'lari bor, shunday kelib chiqish. O'sha ma'lumot kelib chiqadi. Yaqin atrofda bunaqa urug' nimasi qilinmagan.